$1 milliard topib bo'lmaydi deb o'ylayman. Maksimal obyektivni fikrlashga harakat qilsam, misol uchun O'zbekistonda 1 million topish menimcha ancha oson. Ya'ni sizni kartina meringizda misol uchun 1 million norma deyapsiz. 1 million topsa bo'lmaydi. O'zbekistonda 1 million bemalol topsa. Endi qarang. Sizni miyangiz shu narsani aytyapti. Endi hozir qaysidir O'zbekistonning qishlog'ida, qaysidir bir oddiy bir yigit topib kelaman, o'tqizaman deb sizga gapingiz nima deydi? Iloji yo'q deb o'ylaydi O'zbekiston. Hech narsa. Tushunasiz? Chunki hozir 3 million so'm topyapti, 5 million so'm, 10 million so'm orzu qilayotgan. $1 million oyiga desangiz, "Okey" deydi, "Nima deyapsiz?" deydi. Nimaga? Bu yaxshi yomon emas o'yiga. Buni programmist shunday qilib qilgan. Bolam degan. Biz oddiy qishloqda katta bo'layotgan oilamiz degan. Bunaqa orzu havasini ko'tarib olib depressiyaga tushib qolmagan. Och qornimiz, tinch qulog'imiz degan maqolam qilib qo'yilganda miyani aldash. Yaxshi maqom. Tushunasizmi? Demakki, hozir bu yoqqa Elon Musk o'tkazib qo'yamiz dedi. Sizning gapingizni eshitdimi deydi. Bola deydimi, "Val bossan" deydi.